soat ishlash mumkin, magistr bo'lsa 40 soat. Veronika, birga ishlaymiz. Mamlakat sharikasi bo'lsa yorib qo'yamiz. Mamlakat teshikasi bo'lsa men o'rganib, treningga kelgan. Xabar qilamiz. Mamlaga unni olib kelib tashlashgan. Bu ham xolodilnik. Tamam, birinchi. Kunim zo'r o'tdi. Ta'lim 11 orasi ko'chada odam keldi, avtobusda ketamiz endi. Ko'chani tomosha qilib. Ko'cha havo bulutli. Bugun yomg'ir yog'aman deyapti, yog'olmayapti. Bu ishni ukam orqali topdim. Ukam ham o'sha kebabda ishlagan. U menga aytdi, pizzada joy bor dedi, pizzada ishlab ko'r dedi. Qaysizlar, tuzumsizlar kanalimga xush kelibsiz. Men ismim Munisa. Men hozir Latviya davlatining Riga shahrida yashayman. Bu yerga student bo'lib kelganman. Bugungi videoyim ishim haqida, o'qishdan tashqari ishim haqida. Ishimni ko'rsataman. Bugun ishlaymiz birgalikda. Studentlar bakalavr bo'lsa, haftasiga 20 soat ishlash mumkin, magistr bo'lsa 40 soat ishlash mumkin. Pizza qilaman, pizzada ishlayapman. Ish joyimni, hamkasblarimni, ish jarayonini, real hayotini ko'rsatib beraman hozir. Ishlaydiganlarim. Veronika. Look at me. Ismingiz nima edi? Ha? Otajon. Otajon, Veronika. Birga ishlaymiz. Bitta. Hi. How are you? Huh? Pizzani olamiz. Bizda hozir ikkita pizza zakazimiz bor. Bittasini ko'rsatib beraman. Haqiqiy ish jarayoni. Hamma mashinani olamiz. Qo'yamiz. Pizzani o'rga tomonga hamma chekalarini bosib olamiz. Pizzani hamma ham yumshoq bo'ladi. Hozir xolodilnikda oldim. Xolodilnikdan chiqarib qo'ysa yaxshiroq bo'ladi. Keyin burada chekalarini olib ketamiz. Chekalarni beramiz. O'rtasiga tegmaymiz. O'rtasiga tegsak, anaqa teshilib qolishi mumkin. Faqat chekasiga o'ynaymiz. Ozgina un berib, tagiga. Один. Да. Limon qilib olamiz. Tez pishsa ham bo'ladi. Unga astroq deb qo'yadi. Chunki hamroh hozir oldim xolodilnikda. Hozir olganim uchun teshib qo'ygim kelmayapti oralarni. Shunaqa yoysak, keyin shunaqa qo'limizga olib pizzamizni hammani tayyor bo'ldi. Mana shunaqa setkalarimiz bor, setkalarimizni qo'yib olamiz. Mamlakat sharikasi bo'lsa yorib qo'yamiz. Mamlakat teshikasi bo'lsa men bosib qo'ysak bo'ladi. Keyin sousimiz. Birinchi zakazimiz mana chicken curry, pizza kebab. Birinchi chicken curry qilamiz. Mana shu yerga o'rtaga qo'yib olib, keyin sentrda chekkalariga joylashtiramiz. Yetmagan joylariga
ta qo'yamiz. 6 ta ham qo'ysa bo'ladi, 8 ta ham qo'ysa bo'ladi. Pomidorni ko'p hammaga qarab. Ikkinchi chakasiga yog'. Birinchi pizzamiz tayyor. Qo'yib yuboramiz. Betdan kiradi, tayyor bo'lgan. Pizzaxona, ya'ni ishxonamni minus va plus tomonlari haqida gapirib o'taman. Plus tomonlari juda ham ko'p. Bu birinchidan ish joyimni lokatsiyasi uyimni orasida 15 daqiqa. Bu zo'r variant men uchun. Ikkinchisi, ham men part time ishlasam bo'ladi bu yerda. Ya'ni sherigim bilan kelishgan holda 6 soat o'qishdan keyin kelib shu yerda ishlab, keyin uyga ketsam bo'ladi. Keyingisi oyliklarni vaqtida berilishi. Menga yoqadi. Boshlig'im har doim, har hafta haftalik oyligimni har dushanba kuni kartamga tashlab beradi. Bitta smenam narxi 60 yevroga ishlayman pizzaxonada. Keyingisi bu yerda ishlagan hamma ishchilarni sınırsız ovqat beradi, ya'ni limiti yo'q. Ya'ni xohlagan ovqat yeyishimiz mumkin, faqat shu yerda. Uyga olib ketishimiz mumkin emas. Birga ishlaydigan ishchilar juda yaxshi, do'stona, inoq, yordam berishadi. Masalan, kollega, do'stlar, tim jamoamiz zo'r, ish jamoamiz yaxshi, menga yoqadi ular. Boshlig'im ham yaxshi, muomalasi ham yaxshi. Oldin bu yerga pizza qilmasligimdan oldin men pizzada umuman bilmaganman. Men pizzani shu yerda ishlab o'rganganman va bir hafta stajirovka qilib o'rganib treningga kelganman. Gaplashganman boshlig'im bilan, men pizza qilishni bilmayman, o'rgatsang ishlayman. Menga o'rgatishgan pizzani boshqa ishchilar, ular hozir ketishgan, o'rniga qo'yganman va bu yerda o'rganib 3 kun ichida pizzani yoyish, xamiri, ustidagi masalliqlari, turlari, 25 ta 30 ta pizza turlari hammasini o'rganganman. Plus tomonlari juda ham ko'p. Hozir esimda borini aytdim. Minus tomonlarini aytadigan bo'lsam, o'tirib bemalol ovqatlanishga vaqtim bo'lmaydi. Faqat u yoqda turib 2 minutda yeb ketishim mumkin. Shunaqa zakaz ko'payib ketgan vaqtlari ham bo'ladi. Zakaz umuman bo'lmagan vaqtlari ham bo'ladi. Har kuni har xil. Hafta oxirlari asosan juda ham ko'p zakaz bo'ladi. Hafta o'rtalari unchalik emas. Minus tomonlari shu, o'tirib bemalol choy ichib ovqatlanishga vaqtim bo'lmaydi. Bir xil payt bo'ladi, tualetga borishga vaqtim bo'lmaydi. Hozir men ishxonamni tuzilishini ko'rsatmoqchiman. Balki bu video kelajakda pizzaxona ishlatmoqchi, pizzaxona ochmoqchi, pizza biznesi bilan qiziquvchilar uchun balki foydali bo'ladi. Ya'ni kuxnyani, ichki dizaynini, tuzilishini ko'rsatib beraman hozir. Ishchilarning kirishi, mana kirish kodlarini yozib qo'ygan, endi ko'rsatmayman kodlarini. Razdivalkamiz, mana bunaqa katta anaqamiz bor. Xolodilnik xonamiz bor. Mana xolodilnik bu yerda, pizzani masalliqlari bu yerda turadi. Kebob bor, donar bor. Bularning masalliqlari bu yerda turadi. Xamiri, anaqa korobkalarimiz mana shunaqa joylaganmiz. Xamirga pizzani xamiri bu yerda, mana bu yerda donarlarning xamiri bu yerda. Pizzani narsalari. Keyin boshlig'imiz mana bu yerga kamera ham qo'yib qo'ygan. Xolodilnik kichkina xonacha, lekin xolodilnik bu. Minus tomonni ham aytib ketaman. Bu xolodilnikni ko'ryapsiz. Men mana bu yerda ishlayman. Mana bu yerda ishlayman. Bu yer issiq xona, issiq. Issiq joydan sovuq joyga kirsam, belimga anaqa bo'ladi. Ko'p. Belimga xuddi shamol kelganday bo'ladi. Shu minus tomoni, ya'ni esimga keldi. Keyin tualetimiz, mana bu yerda xamir uskunamiz, mana shunda xamir qilamiz. Mana bu yerga unni olib kelib tashlashgan. Bu ham xolodilnik. Kichkina narsalarniki. Mana shunda men ovqatlandim boya mana. Turibdi, hali yo'ganim yo'q. Bunda sir chiqaramiz, sirlarni chiqaramiz. Bu yerda kolbasalarni, sosiskalarni kesamiz, aparat. Keyin
bunaqa pitsa tayyorlaganimizda mana shu idishlardan foydalanamiz mana. Keyin mana bu yoqadi menga pechka. Bu tomondan qo'yasiz, 4 minutda chiqarib beradi. Bu tomondan anaqa qiladi. Mana ishchi ovqatlanib o'tiribdi. Kirmashinka deyapman. Idish yuvadigan mashinamiz. Bu idish yuvadi bu qiz. Bu ham o'qiydi, student, Shri-lankalik. Mana shular hamma o'tirib ovqatlanib oladi, yo yeb oladi bir narsa. Bu ham tovuq pishiradigan mashinamiz. Hamma narsamiz mana bunaqa joylashgan. Buni bilmayman nimaligini. Xamirlama bitta turadi. Betga olib tez-tez qilib tashlashimiz kerak. 10 minutdan keyin yopamiz. Oson ekanmi? Yoqdimi sizga? Bugun birinchi ish kuni edi, o'rgatdim pitsalarni. Onlaynlarni hammasini yopdik, tugatamiz. Ishim tugadi, soat 10:30. Birga ishlaydiganlarim, yonimdagi ishchilar, hammasi yaxshi, komediya. Hammasi o'zim bilan teng. Yoshlar. Bugun unaqa ko'p zakazim yo'q edi, unaqa charchamadim. Ham yonimda yordamchi bor edi, yordamchi bilan birgalikda ishladik. Kunim zo'r o'tdi. Endi uyga boraman. Ishdan chiqqandan keyin bugun havo vashe zo'r. Avtobusimiz kelishini kutamiz endi. Har 15 minutda, har 10 minut. Uyimga ozgina qoldi. Yarim 11 orasi ko'chada odam kam bo'ladi. Tinchgina uyga yetib olsa bo'ladi. Mana shu oстановkaga 5 minut hozir avtobusim keladi. Keyin uyga boraman. Uxlayman maza qilib. Bugungi video yoqqan bo'lsa, kommentariyalarni kutaman. Yozinglar. Xayr.